Xullas niyat qildim inshaalloh meni o'zimni zalim bo'ladi, xudo xohlasa zo'r jim zalim bo'ladi va bu zalga kelganlar uchun bir oy davomida bepul instruktor beriladi. Mashqlarni texnikasini o'rgatish uchun mutlaqo tekin bo'lishi kerak bu narsa. Chunki ba'zilar o'sha pulidan qochib ham trener yoki instruktor olmaydi. Sababi nimaga sababi? Men zallardagi ahvolni ko'rib shu qarorga keldim. Chunki ko'pchilik 99.9% odamlar noto'g'ri texnika bilan mashq qiladi. Noto'g'ri bo'lganda ham o'zini sog'ligiga zarar yetkazayotgan darajada noto'g'ri mashq bajaradi. Lekin bu narsani ular bilmaydi. Bu normalni, chunki ular bilmaydi, prosta bilmaydi. Hattoki noto'g'ri qilayotganligini ham bilmaydi, bilmasligini ham bilmaydi. Bunaqa odamlarga mutaxassis sifatida to'g'ri yo'l ko'rsatishimiz kerak deb o'ylayman. Agar puli yetmasa, bemalol bepul instruktor berilishi kerak bunaqa odamlarga.